Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugun jigar sirrozi kasalligi haqida sizlarga ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Jigar sirrozi kasalligi bu shu jigar kletkalarini zichlashi, qattiqlashi, ya'ni fibroz to'qimalarga aylanishi bilan kuzatiladigan kasallik hisoblanadi. Hozirgi vaqtda meditsinada juda keng tarqalgan va ommaviy muammoga aylangan kasallik hisoblanadi. Boshida odamlarda belgilari kuzatilmasligi mumkin, sababi boshlang'ich belgilari simptomsiz o'tadigan kasallik hisoblanadi. Boshlang'ich belgilaridan nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Holsizlik kuzatiladi, ko'ngil aynishi, qaytarish, kechki uyqularni buzilishi va tez charchash alomatlari kuzatiladi. Odamlar e'tiborsizlik bilan o'tkazishi mumkin va ikkinchi bosqichlarida kuzatiladigan belgilari bu butun tana bo'ylab sariqlik kuzatilishi mumkin va ko'z sklerolarida sariqlik kuzatilishi mumkin. Og'ir bosqichlarida bu qorinda shishlarning paydo bo'lishi, qorindagi qon tomirlarini kengayishi. Birinchi navbatda odamlarimiz analiz topshirishlari kerak, ya'ni biokimiya analizlari. Ikkinchi navbatda bu ultratovush tekshiruvidan o'tishi kerak. Ultratovush tekshiruvida bunda jigarlarda o'ziga xos o'zgarishlar kuzatiladi. Yana qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin, ya'ni bunda fibroskan tekshiruvga yuboriladi. Agar sizlarda yuqorida aytilgan belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, Medcomplex klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin.